Xabar berib borayotganimizdek, respublikamiz oliy ta'lim muassasalari talaba yoshlarining iqtidor va salohiyatini qo'llab-quvvatlash, turli sohalardagi kasblar bilan yaqindan tanishtirish va bandligini ta'minlash maqsadida Talaba Expo 2026 kasblar ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Ayni daqiqalarda Qashqadaryoda kechayotgan jarayonlardan muxbirimiz Sanobar Boboqulova jonli efirda ma'lumot berishga tayyor. Marhamat, eferdasiz. Assalomu alaykum, rahmat studiya. Aytish kerak, Talaba Expo 2026 kasblar ko'rgazmasi Qashqadaryo viloyatida nihoyatda shukuhli ruhda o'tkazilyapti. Qarshi shahrida tashkil etilgan jarayonda 9000 dan ziyod ishtirokchilar qamrab olingan. Albatta, uning asosiy kontingentini oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchi yoshlari tashkil etadi. Bu yerda 140 dan ziyod ta'lim muassasalari, tashkilotlar, davlat muassasalari, yirik ish beruvchilar o'zlarining 1,5 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishyapti. Albatta, bu jarayonlar kechga tomon davom etadi. Mening yonimda Qarshi davlat texnika universitetining rektori Sherzod Ne'matov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta, bugungi jarayonlarda kelajakka qadam dasturi doirasida katta bir mablag'larni moliyalashtirishga erishgan oliygohlardan biri sizning universitetingiz bo'lyapti. Bu yilgi jarayonlar o'tgan yilgisidan nimasi bilan farq qilyapti endi ustoz? Avvalambor shuni aytishimiz kerakki, muhtaram prezidentimiz tomonidan birinchi navbatda oliygoh bitiruvchilarini, umuman olganda o'rta maxsus ta'lim bitiruvchilar bandligini ta'minlash masalasi bugun dolzarb masala. Chunki kelajak yoshlarniki, kelajak albatta mana shu yetuk mutaxassislarniki. Shu ma'noda bugun mana ko'rishimiz mumkin, Qashqadaryoda juda katta o'sha an'anaga aylangan Talaba Fest, umuman Talaba Expo dasturi amalga oshirilyapti. Bu dastur doirasida agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, 140 ga yaqin yuqorida aytganingizga ish beruvchilarimiz ish bilan qatnashyapti. Shu bilan birgalikda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarimiz bugun bu yerda o'zlariga ish topishyapti. Bir kunning o'zida mana hozir kunning yakuni bilan biz kutyapmiz 500 ga yaqin talabamiz mana bugun 3 tomonlama shartnomalar imzolayapmiz. Shu joyning o'zida ish beruvchi oliygoh va talabalar o'rtasida ish bilan ta'minlanish masalasida. Agar bu tadbirni o'tganligi bilan farqini agar gapiradigan bo'lsak, u talabalarimiz tomonidan yaratilgan ishlanmalarimiz nafaqat bu talabalarni ish bilan ta'minlash masalasida, balki talabaning o'zi ham ish o'rinlarini yaratyapti. Bunda albatta juda ham minnatdormiz, muhtaram prezidentimiz shunaqa mexanizm qilib berganlar, o'sha Milliy bank tomonidan bitiruvchilar bandligini ta'minlashda kelajakka qadam dasturi. Albatta, bu kelajakka qadam dasturini birgina Qarshi davlat texnika universiteti misolida oladigan bo'lsak, bugun ham bu taqdimotlarimizda ko'rsatib o'tdik. 285 nafar talabalarimiz 10 milliard 200 million so'mlik mablag'larni o'zlashtirishdi. Ya'ni bu faqatgina mablag' o'zlashtirish emas, albatta buning zamirida ishlanma yotibdi. Ya'ni talaba o'zini o'zi band qilyaptiki, qaysidir bir katta bir korxona yoki bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yapti. Bizning universitet agar texnika, texnologiya, muhandislik sohasini hisobga oladigan bo'lsak, bunda yaratilayotgan ishlanmalarimiz bugun nafaqat talabani o'zini, balki o'zini tengdoshlarini 5-6 nafar bolani birgalashib bular loyiha qilishyapti. Ruhlantiryapti eng asosiysi. Rahmat yetkazilgan ma'lumotlar uchun ustoz. Ta'kidlash kerak, Milliy bank tomonidan 55 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Aynan mana shu dastur doirasida bu yil mamlakatimiz miqyosidagi oliy ta'lim dargohlarini 24 ming qashqadaryolik bitiruvchi tamomlaydi va bu kabi o'tkazilayotgan tanlovlar ular uchun katta bir maydon bo'lib, platforma bo'lib xizmat qiladi. Bizda hozircha shu. Rahmat studiya.